Bugun biz Buxorodagi eng katta quyosh panelini o'rnatadigan JEM korxonasining showroomiga yetib keldik. Showroomga kirishimiz bilan ISO sertifikatlari hamda muvofiqlik sertifikatlariga ko'zimiz tushdi. Tanishing kompaniya asoschisi Muhriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Akajon, necha yildan beri sizlar stansiyalarni o'rnatib berasizlar? Qariyb 5 yildan beri shu faoliyat bilan shug'ullanamiz. 5 yildan beri nechta xonadonga quyosh stansiyalarini o'rnatisizlar? Mingdan ortiq. Mingdan ortiq. Endi 10 kilovatlik, 30 kilovatlik, 50 kilovatlik xonadonlar stansiya qo'yadi. O'zim ham 50 kilovatlik qo'yganman. Siz eng katta stansiya necha kilovat qo'ygansiz? Biza 250 megavatlik loyihada ishtirok etib, o'sha loyihada Nur Buxoro 250 Olot tumanida qurildi. Arablar bilan hamkorlikda qurildi. Mazdar kompaniyasi bilan o'sha joyda 30 megavat quvvat stansiyani o'zimiz qurib topshirganmiz. Qoyil, kilovat emas, megavat. Men birinchi marta eshitaman bunaqasini, rosti. Hoziroq bizning Instagramimizga obuna bo'ling. Endilikda biz foydali videolar bilan birgalikda obunachilarga sovg'a ulashishni boshlaymiz. Shu videoga like bosib, kommentariyada qanaqadir savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar, biz javob beramiz. Bu yerning manzili Kanechkadan pasportni stolga ketaverishda ZBSga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan. Bemalol showroomimizga tashrif buyurib, bepul maslahat olishingiz mumkin bo'ladi.